Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatuvchilarimiz. Samarqand shahar marhabo. Totusdan kirganda yoki Zahar restoranidan 100 metr kirganda mana shu tur qavatli binomizning birinchi qavati, ikki xonadan iborat xonadonimiz savdoga chiqqan. Hozir ichkariga kirib video obzorni sizga taqdim etamiz. Siz ungacha bittagina videomizga like bosish esdan chiqmasin. Qani ketdik. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, xonadonimizga kirish bilan video obzorini boshlaymiz. Kirganimizda mana shunday pirixoshka qismimiz bizni kutaveradi. Kirganimizda o'ng qo'limizda kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz, marhamat ko'rishingiz mumkin. Xonadonimiz birinchi qavatda joylashgan, aytib o'tganimdek, va keyingi xonamiz bu zal qismimiz ko'rishingiz mumkin. Juda katta, kichkina emas. Va zalimizdan shundoqqina oshxonamizga o'tiladi. Oshxonamizni ko'rishingiz mumkin. Arison hamma sharoitlari qilib qo'yilgan va xonadonimizning plus tarafi o'zining kichkinagina bog' qismiga ham ega. Marhamat ko'rishingiz mumkin. Shundoqqina oshxonamizdan o'tganda umumiy sanuzelimiz. Marhamat ko'rishingiz mumkin. Xonadonimiz remontdan chiqqan, faqat salgina tozalash ishlari qolgan. Xonadonimiz 2 xonalik, skvadrop planirovkali va o'zining kichkina bog' qismiga ega. Eslatib o'taman, Samarqand shahar marhabo. Totusdan yoki Zahar restoranidan 100 metr kirganda 4 qavatli uyimizning birinchi qavati, 2 xona, skvadrop planirovkali, yaxshi remontdan chiqqan, faqat aytib o'tgandek tozalash ishlari qolgan. Xonadonimizning narxi 42 ming AQSh dollari, savdosi bemalol bor, ipotekaga ham olsa bo'ladi. Kimga xonadon ma'qul bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerga qo'ng'iroq qilamiz, biz bilan bog'lanamiz, kelamiz, ko'ramiz. Biz sizlarga har doimgidek yaxshi variantlar taqdim etishda davom etamiz. Salomat bo'lasizlar.